Assalomu alaykum hurmatli Mashinka.uz kanalimiz obunachilari. Demak, navbatdagi apparatlarimiz o'z egalariga yo'l olyapti. Endi yaqinroq keling. Komplektda nima bor? Egalariga bir qator qana yoqiladi, qanaqa o'chiriladi, qana ishlatiladi, qisqacha ma'lumot beraman. Qolgan ma'lumotni o'zlariga batafsil tushuntirib beraman. Demak, bu videoda birinchi ko'rayotgan odam bo'lsa, do'stlar, bu qo'yni jurnal oladigan apparat, ya'ni professional, hozirgi kunda 100-150 ta qo'yni jurnal ishlatgani legendarniy mashinka. Mini Pro T2. Xo'p, komplektda nima bor? Do'stlar, mana qaranglar. Katta formatga olganda, mana komplektda nima bor? Dokumentini yozib berdik. Qaranglar, dokumenti Mini Pro. Bu yerda mana yog'i, mashinkasi, ikkita zapas pichog'i, kuluji ham yo'q komplektda bo'ladi. Endi Mini Pro T2 mizda do'stlar, ikkita mashinkani bemalol tiqishlatsak bo'ladi, оборотlarni ligirovka qilsak bo'ladi. Asosiy оборотlarni ligirovka qilgan ko'pchilik do'stimizga qo'l kelyapti, ya'ni do'stlar, qo'ydi nozik joylari kelib qoladi, o'shunaqada оборотini pasaytirib olib, bosh qismlarini, boshlarini, nozik joylarini sekin оборот pasaytirib, chiroyli sifat berib ishlatishyapti. Juda ham ma'qul bo'ldi, klientlarimizga "Oybek zo'r ekan" deyishyapti. Demak, ikkita apparat ishlatadi va оборотlar ligirovka bo'ladi, himoya tizimlari kuchli. Keyin do'stlar, bir narsa ta'kidlab o'taman, hozir yoqib tushuntirib ko'rsatib beraman do'stlar. Himoya tizimlari juda ham kuchli, sintim kelsa ham boshqa hech bo'ladi bo'lmaydi. Demak, bu apparatimiz sizlarga yoqaman. Oddiy mana razet 220 ga ulaymiz. Mashinkani shtekeri bor. Shtekeriga e'tibor beramiz klientlarimiz uchun. Qaranglar, mana qalin tomoni bor, kichkina tomoni bor. Apparatni ham xuddi shunaqa mana. Ne olib kelib turib, ne solamiz. O'ngga bunday bo'lsa tushdi. Knopkani ezib chak bo'lsa chiqadi. Bunga tushdi. Buni ham bunga tiqsan ishlayveradi. Bitta kulchatni yo'q, kulchatni yoqishdan oldin mashinkani обязательно ligirovkasini ko'rishimiz kerak. Ko'pchilik do'stlarimiz bo'shatib yuboradi, o'qini chiqarib olishi. O'rtamiyona qilib turib, mana kulchatini yoqamiz. O'zim bu yoqda dars qilaman mana. Yurgandan keyin ozgina qisib qo'yamiz. Do'stlar, yurishdan oldin обязательно mashinkani mana bu yerga yoq quyiladi. Yoq quymasdan mashinkani yurg'izmaylar. Yog'ni quydik, ligirovkani ko'rdik, yurgandan keyin ligirovkani ozgina qisib qo'yamiz. Mashinkani olib yurgandan keyin ozgina qisib qo'yamiz. Mana bu yerdan оборотlarni pasaytirib ishlatsak bo'ladi. Endi ishlatib bo'ldingiz, qo'ydichini olib bo'ldingiz, qo'ydichini olib bo'ldingiz. Yog' surtilgan joylari bor. Mashinkani bitta tozalanadi, taylari jun bo'lib ketadi, boshqa bitta suvda bitta yuvasiz, yuvib turib, yog' surtkab qo'yamiz. Chunki 30 ta qihta olganingizdan keyin bu narsa solidor bilan litol yoki solidor. Litol ko'proq usul ko'rasiz. Mana bo'shatasizda, mana bu yerga litol, mana buni chiqarib ichiga ham litol solib qo'yasiz va yana joyiga qatirib qo'yasiz mana. Qatirib qo'ydingiz. Va atirkada olib turib, atirkada ozgina solidor litolni olib turib, mana bu yerda ham ishqalanish bo'ladi. Chekka solidor tiqib qo'yamiz. Ozgina ko'p solmaymiz. Soldik, mana bu yerda ham qopqog'i bilan qopqog'ini chiqarib ekan ozgina litol. Ko'p sovorimiz do'stlar. Keyin yog'ni teriga qilib quymaymiz. Kallasini pastga turib, oldi tomonga yog'ni quyamiz. Tez yog'lab olaveramiz do'stlar. Qolgan ma'lumotni tashlab qo'yaman, o'sha yerda ko'rishlaringiz mumkin. Endi qaranglar, obro'tlar ligirovka bo'ladi. Masalan, bizda sho'x qo'ylar bo'ladi-yu, kabel tep bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, avtomatik o'chirib qo'yadi. Mana, sirazi zamigana bo'ldi, o'chirib qo'yadi. Bu degani ko'pinchalik sho'x qo'ylar bo'ladi-yu, kabel uzilib qoladi, boshqa bo'ladi. Ana shunaqada zashitasi qizil svet yonib qoladi. Bu degani o'sha himoya tizimi ishlab ketdi, ya'ni mashinka qisib qoldi yoki yurgandan keyin ligirovkani ozgina qisib qo'yamiz. 30 darajada qattiq qismaymiz. O'zgina yurgandan keyin ozgina qisib turib, yog'ni quyib olaveramiz. Shag'am o'tmasa, olib chaqlanadi yoki zapasi bo'ladi, zapasni qo'yib ishlataverasizlar. Faqatgina yog'lab olinadi, yog'siz ishlatilmaydi. Mana shu joylarga solidor quyiladi, bo'ldi mana. Ikkita mashinkani bemalol ishlatsiz bo'ladi. Keyinchalik mijozlarimizga tushunib turingmi? Mijozlarimiz zarur bo'lib qolsa, bitta mashinka olsa, ishlayveradi. Do'stlar, endi so'rasizlar narxini do'stlar, bu komplektimiz. Shu komplekt bitta mashinkasi
shu komplet turishi bitta mashinkasi bilan 5.200.000 so'm do'stlar. 5.200.000 so'm 1 yil inshaalloh garantiyasi bor. Garantiya beriladi. Endi sinib olishi, tushib ketishi, yiyilishiga garantiya berilmaydi, lekin Ustoybekda servisi bor. Ya'ni o'zimizga jo'natsalarni o'zimiz remontini qilamiz. Buni hamma zapchasi o'zimizning qo'limizda bor. O'zimiz remont qilib, tayyorlab yana sizga jo'natib olamiz. Ishlataverasiz yoki pichog'ini chaqlash kerak bo'lib qolsa, Ustoybekda o'ziga jo'natasiz. Chaqlaymiz, yana qayta chiqarib olamiz. Pochta orqali chiqarib beramiz. Hozir BTS pochtalar chiqib ketgan 12 ta viloyatda hamma yerda bor. Xullas, zapchasidan, boshqa narsasidan xudo xohlasa muammo bo'lmaydi. Apparat himoya tizimidan o'zlaring ko'rlaring, zashitalari, hamma himoya tizimi bor. Mobodo texnika bir narsa bo'lsa, Ustoybek jo'natasizlar, remontini qilamiz, hamma zapchasi bor. Demak, sizlarga menimcha hamma ma'lumotni berdim. Mashinka.uz Telegram kanalimizda endi o'tsalang, o'shda uroklar bor, ya'ni qo'ydi junini olayotgani, mashinkani razborkasi, ya'ni mashinkani qanday razborka qilish kerak, o'qish ketib qolsa qanday solish kerak, mijozlarimiz uchun qulaylik bo'lish uchun har bitta narsani pichog'ini almashtirishdi, qo'ydi junini olishdi, hammasini Mashinka.uz Telegram kanalimizga o'tsalaring, o'sha yerga videosini joylab qo'yganmiz, ya'ni mijozlarimiz qiynalmasdan videoda ko'rib o'rganib olishaveradi. Bo'lsa, texnikani hamma yoqda o'zini yo'l yo'rig'i bo'ladi. Demak, hamma ma'lumotni berdim. Sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Hozircha har sog' salomat bo'ling.